Internetda iPhone'ni bitta shunaqangi turi bor ekanki, uni dunyodagi eng kichkina iPhone desak bo'ladi. Va uni biz sizlar uchun maxsus olib kelganmiz. Korobkasini o'zi shunaqa kichkina, tushunasizlarmi? Sizlar bilan birgalikda bugun mana shu iPhone'ni unpacking qilib, uni xususiyatlari haqida birgalikda ko'rib chiqamiz. Siz bu videoni ko'ryapsizmi? Demak, siz Apple gadjetlarini muxlissiz, ularni yoqtirasiz, ularni ishlatib ko'rasiz. Shu sababli kanalimizga obuna bo'ling va mana shu videoga like bosib, o'zingiz izohingizni qoldirib qo'ying. Biz bo'lsa boshladik. Hammaga salom, bu Abdullajon. Agarda siz 42 megapiksellik kamera, juda ham katta ekran, uzoqqa yetadigan akkumulyator, qotmaydigan telefon, megapiksel, gigapiksel, galaxy degan so'zlardan zerikkan bo'lsangiz, sizga bitta telefonni ko'rsatmoqchiman. U umuman aqlli emas, qancha ishlashi ham noma'lum, qotadimi yo'qmi, buni o'zingiz video davomida bilib olasiz. Bu nima edi nomi? Soyez XS15 smartfoni. Ya'ni o'sha mini iPhone. To'g'risi internetda u haqida ma'lumotlar qidirishni boshlaganimda, uni dizayni meni o'ziga qora tuynuk kabi tortib oldi va shu sababli uni darhol olib keltirdik va bugun sizlarga uni ko'rsatamiz va hoziroq unpacking qilamiz. Uni orqasi iPhone'dan birga bir ko'chirilgan. Kichkinaligini ko'ryapsizlarmi? Tasavvur qilishingiz uchun qo'limda iPhone 15 Pro Max. Buni mana antiqa noodatiy tugmachalari va iPhone'dan birga bir ko'chirilgan dizaynini qo'shimcha qilib inobatga oladigan bo'lsak, bu Nokia va iPhone'ni nikohsiz tug'ilgan farzandi. Nima deb ta'rif berish mumkin boshqa uni? Qalinligiga o'zingiz e'tibor bering. Kalkulyatordan ham qalindi. Taqqoslash uchun uni 15 Pro Max bilan taqqoslaymiz. Shunchaki o'zingiz ko'ringlar. To'g'ri taqqoslamizmi? Mana. Buni hattoki bo'yiga emas, eniga taqqoslasak bir xil chiqishi mumkin. Buni ham o'ziga xos ustunlik tomonlari bor. Qanaqa? Agarda buni haqiqiy iPhone 16 Pro Max yoki 15 Pro Max bilan taqqoslaydigan bo'lsa, bu yerga tushib ketsa bunga achinmaysiz. Voy, iPhone'im tushib ketdi demaysiz, shunchaki tushib ketdi. Qaytib egilib olish yoki olmaslik ham bu alohida o'ylash uchun bitta vazifa hisoblanadi menga uchun. Umumiy hisobda agarda buni iPhone 16 Pro Max bilan birgalikda taqqoslaydigan bo'lsa, buni shunchaki ishlaydi deyish mumkin. Chunki bu rostdan ham ishlaydi. Kelinglar, qurilmani o'ziga o'tgunimizga qadar uni korobkasining ichidan nimalar chiqishini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Uni korobkasi, bu ustki qismi, aynan mana bu joyda aslida uni rangini bildiruvchi maxsus belgi bor, lekin bu belgida tilla rang keltirilgan. Buni o'zi tilla rang emas, o'zbekchasiga mokriy asfalt rang, ya'ni yuvilgan asfalt. Dabdala tarjima. Ichidan chiqadi buni Type-C original kabel. Ma'lumot uchun iPhone bor yo'g'i o'tgan yilgi seriyasi, ya'ni iPhone 15 dan boshlab Type-C ga o'tdi. Bu bo'lsa Type-C bilan chiqarilgan va uning ichida mana bunaqa jijjina o'zini chexolchasi bor. To'g'ri qilishgan, juda ham to'g'ri o'ylashgan, chunki mana smartfonga siz qayerdan chexol topasiz? Buni o'zining ichidan chiqadi, shuni bosib ishlatib yuraverasiz. To yag'ri chiqqungacha bu bilan birga bo'ladi. Agarda o'zi rangi qochib ketib, sarg'ayib ketib qoladigan bo'lsa, yangi chexol olish xohlasangiz, bunaqa telefondan yana bitta buyurtma qilishingizga to'g'ri keladi. Xo'sh, yana uning ichidan nima chiqadi? Unda ham mana shunaqa kitob bor. Maxsus qo'llanma. Buni tutishga, ishlatishga qiynalib ketadigan bo'lsangiz, nima qilishni bilmaydigan bo'lsangiz, maxsus qo'llanma. Bu telefonni bekor mensimayapmiz. Buning ichida standart telefonda bo'ladigan mana bunaqa maxsus ignachasi ham bor. Qo'shimchasiga sizga o'zini narxini ichida maxsus oynasi uchun stiklo ham qo'shib bergan. Qaysi smartfonning ichidan stiklo chiqqanini ko'rgansiz? Buning ichidan chiqadi. To'g'risi hangumangman. Buni korobkasining ichidan bir yo'li Saramonik petlichkalari chiqib kelyapti. Red Bull originali. O'rtolama shokdaman. Ratsiya. Nimaga bu? Ikkinchi ratsiya o'rtolama. Buni nimaga qo'shishganini tushundim. Chunki agarda bu telefonni o'zi ishlamay qolsa, ikkita ratsiyani ana shu ikkita odamga berib qo'yishadi va o'zaro gaplashishda davom etishadi. Genius! Ko'z oyna o'rtoqlar. Gap bo'lishi mumkin emas, bor-ku. Bu smartfonni darhol sotib olish kerak. O'rtoqlar, bu nima endi kompyuterning a'zosi. Tushunasizlarmi? Bu kompyuterga o'rnatiladi, lekin menimcha bu agarda telefon o'zi qotib qoladigan bo'lsa, unga joylashtirilsa kerak, lekin yana nima bor? Quloqchinlar. Power bank. Buni o'zi zaryadkasi tugashi mumkinmi? Ichiga power bank qo'shib berishgan, tushunasizlarmi? O'rtoqlar, men bunga tayyor emas edim, to'g'risi. Kompyuter uchun katta naushnik. Gap bo'lishi mumkin emas. Bundan oldingi epizodlar bu albatta hazil edi, lekin uning ichidan rostdan ham chexol chiqadi, Type-C kabel chiqadi, stiklosi chiqadi va ana shu ignacha chiqadi.
vahma qildik. Sizlar bilan birgalikda uni endi yoqamiz. Welcome. Interasiga alohida e'tibor berdim. Uni ekranchasi, chunki bu ekran emas, qirg'ib ketmasligi uchun maxsus qoplama ham bor. Rostdan ekrani tinib turibdi o'rtoqlar. Haqiqiy Android operatsion sistemasida ishlaydigan iPhone dizaynidagi qurilma. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. WhatsApp bor, Facebook bor, brauzeri bor o'zini. Kamerasi bor, Google Play Marketi bor, email, nastroyka bo'limlari, galereyasi, kalendar, kontakt, telefon qilish mumkin u orqali. Xabar yo'llash mumkinligi juda ham qo'tyapti albatta. Nima kutyapti o'zi to'g'risi. Lekin o'rtoqlar, bunda SMS ham yozsa bo'lar ekan. Bunda SMS yozish men uchun juda katta azob. Chunki tasavvur qiling, mendagi katta barmoqlaringiz bo'lsa, bunda nimadir deb yozish uchun to fikringizni yozib bo'lguningizgacha aniq 2-3 marta adashasiz. Chunki bunaqa kichkina klaviaturada o'zingizni xohlayotgan gapingizni yozish uchun o'zingiz bilmagan holda boshqa tugmani bosib olasiz baribir. Majbur bo'lasiz bunga. Asabingiz buzilib, nima demoqchi bo'layotganingiz esingizdan chiqib ketadi. Hozir urinib ko'ramiz. Assalomu alaykum yozmoqchi edim. Assalomu ketdi yo'g'i afrikancha ism bo'lib. Undan tashqari bu ekranchasi orqali siz har qanaqa 4K formatdagi videoni GIF formatida ko'ra olasiz. Bu narsani qo'shimcha ustunlik desa bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Buni eng asosiy ustunliklardan biri u rangni ajrata oladi. Masalan, Facebook rangini qarang, ko'k bo'lib turibdi. Bu telefon umuman qizimaydi, chunki bu telefonni siz umuman qiynab ishlatmaysiz. Boshqa ma'noda aytganda ishlata olmaysiz ham. Lekin buni juda ham boshqacha ustunligi bor. Bu iPhone'dan akkumulyator borasida kuchli, juda ham kuchli. Masalan, deylik, siz iPhone olsangiz, uni akkumulyatori maksimum yetsa, ertalabdan kechgacha, hattoki bir kunga emas, ertalabdan kechgacha zo'rg'a yetadi. Buni juda ham kam ishlatganingiz evaziga kerak bo'lsa 3 kundan 5 kungacha turib beradi. iPhone'da shunaqa qobiliyat bormi? Yo'q. O'yin o'ynash haqida gapirmasa ham bo'ladi. O'zi bunda zo'rg'a SMS yozyapsiz. Qanaqa o'yin? Internetga kirish juda ham qiyin bo'ladi. Unda maza qilib hech narsa tomosha qila olmaysiz, hech narsa ko'ra olmaysiz, balki sun'iy intellekt. Bu smartfonni rostdan ham behazil ajralib turadigan bitta qismi bor. Bu albatta uni dizayni bilan juda ham bog'liq. Ular iPhone'dan kamerani tuzilishini birga-bir ko'chirishgan, lekin baribir bunda bitta kamera. Xo'sh, u qanaqa ishlaydi? Albatta sifati juda ham past. Lekin bilasizmi, siz agarda ko'chaga chiqib, Toshkentning turli xil ko'chalarini retro ko'rinishda olishni xohlasangiz, bu sizga ideal qurilma hisoblanadi. Xohlasangiz sizga shu narsani olib ko'rsataman. 1, 2, 3. Ana endi ko'rsatuvni eng final qismlaridan bittasiga keldik. Xo'sh, buni narxi qancha bo'ladi? O'rtoqlar, buni narxi taxminan 25-30 dollar atrofida. Ko'rdinglar ichidan qancha narsa chiqadi? Taxminan yangi iPhone 16 Pro Max puliga bundan 70 tadan oshib olsangiz bo'ladi. O'zingiz tanlov qiling. Bitta 16 Pro Max yoki 70 ta unaqa telefon. Eng asosiy savolidan bittasi, buni o'zi nimaga ishlatsa bo'ladi? Agarda siz bilan biz taxminan 10 yil oldin yashagan bo'lganimizda va imtihonlarga kirish arafasida telefon olib kirgan kimdir o'qituvchilar bilan gaplashgan, xuddi shunaqa ish uchun ideal to'g'ri keladigan qurilma hisoblanadi. Oyoq tagiga qo'yib olishadimi yoki cho'ntaklarga solib olishadimi, xullas bekitib olib kirish uchun zo'r smartfon hisoblanadi. Lekin yana bitta variant, sizda iPhone'ingiz bor va o'g'lingiz bor. O'g'lingiz ham xuddi sizga o'xshagan telefon tutgisi kelsa, shuni olib bersangiz bo'ladi. Bu ham ana adamdagi telefon tutaman deb o'ylaydi xolos va uni yoshligidan yolg'onga o'rgatayotgan bo'lasiz. Lekin dizayni jihatdan juda ham o'xshash. To'rtinchisi, bu smartfon dopamin detoks qilmoqchi bo'lganlar uchun, ya'ni hozirgi ijtimoiy tarmoqlardagi video kontent, balobatlardan, xabarlardan charchab, ozgina miyasini dam oldirishni istaganlar uchun ideal telefon. Chunki o'sha aytdim yuqorida, bu o'ziga xos uslubda kameraga oladi, alo qilish mumkin, SMS yozish mumkin va u sizni qaysidir ma'noda tashqi dunyodan uzib qo'yadi va shuning evaziga miyangiz ancha-muncha dam oladi. Bizda hozircha shular. O'zi bu smartfon haqida juda ham uzoq gapirish mumkin emas, chunki o'zi kichkina, uni xususiyatlari ham juda ham zo'r emas. Endi bilmadim asosan nima maqsad bo'lgan bundan, lekin bizda hozircha mana shuncha ma'lumotlar bor edi. Sizlar bu videoni tomosha qilsanglar, demak Apple gadjetlarining muxlisi hisoblanasizlar. Shundoq ekan, kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va albatta o'zingiz xohlagan izohni kommentariyada yozib qoldiring. Biz ulardan bittasini tanlab sizlarga maxsus sovg'ani topshiramiz. Mana shu oyning oxirida. Sizlar bilan Smart Life bo'ldi. Biz sizlarga har doim aqlli tanlov qilishda
yordam beramiz. iPhone ham olib qo'yinglar.